Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalarga yaxshi kayfiyat, sog'lik salomatlikda. Biz Mustafa aviakassasi ofisdamiz. Ofisimiz adresi metro Okrujniya 10-liniya 1-liftda joylashgan. Bemalol kelib, 1-liftdan chiqishinglarda Mosplov choyxonasi bor. Choyxonaning yonida Vostok 2 ofisining sentri bor. 5-etaj 535-kabinet. Mustafa aviakassani ofisi bo'ladi. Ertaga 9 dan kech payt soat 6-7 gacha ofisdamiz. Bemalol ofisimizga ham kelishinglar mumkin. Do'stlar, qadrdonlar, amino prilojeniyasida shu ziyojishkalaringiz hammasi ko'k yonib turishi kerak. Birontasi ошибка berib qoladigan bo'lsa, unda sizlarga administrativniy shtraf 5000 so'm soladi. Shuning uchun aminoylarni har kuni bir martadan обновление qilishinglar kerak. Bizga ko'pchilik o'sha aminoydan chiqib ketib qoldi. Nima bo'ladi? Aminoyizdan qachon chiqib ketib qoladi? O'sha обновление qilmasanglar chiqib ketib qoladi. Do'stlar, qadrdonlar, shuning uchun har kuni uyingizga borganda bir marta shunday обновление qilib qo'ysangiz juda ham oson. Ekraniga bitta urib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu videomizni tagiga Telegram kanalimiz silkasini qo'yib qo'yamiz. O'tib obuna bo'linglar. Unda shu arzon joylarni, tezkor mana shunaqa yangiliklar nimaki bo'lsa, videolarini joylab boramiz. Mana shu videomizni tagiga telefon nomerlarimizni ham qoldirib qo'yamiz. Bemalol qanaqa xizmat bo'ladigan bo'lsa, shu qoldirilgan nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlarning xizmatingizda Mustafa aviakassasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.